Yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish bugungi kunning talabiga aylandi deyish mumkin. Shu bois respublikamiz bo'ylab turli loyihalar yo'lga qo'yilmoqda. Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi tomonidan tashkil etilgan SMM o'quv kurslari ham shular jumlasidan. Surxondaryo viloyatida ushbu kurslarni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga sertifikatlar topshirildi. Mazkur o'quv kursi yoshlarning zamonaviy raqamli kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni axborot texnologiyalari sohasida faol ishtirok etishga undash hamda ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlashda professional ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Loyiha doirasida tinglovchilar SMM asoslari, kontent rejalashtirish, brendni ijtimoiy tarmoqlarda ilgari surish, auditoriya bilan samarali muloqot qilish, shuningdek sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda kreativ va raqamli mahsulotlar yaratish bo'yicha bilim va amaliy tajribaga ega bo'ldilar. Bu kursni yakunlagunimcha men qanday kontentlar, qanday videolar olishni bilmasdim. Hozirda men SMM savodxonlik kursini yakunlaganimdan keyin target qilish, AIda ishlash, video releaslarni to'g'ri joylashni o'rgandim. Men sizlarga shu SMM savodxonlik kursini yozilishni va o'qishni tavsiya qilaman. Bu kurs davomida ko'plab sun'iy intellektda ishlash, SMM mutaxassisligi qanday nima ishlar qiladi, shu haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bu kursga qatnashmasimdan oldin bepul kurslar sifatsiz deb o'ylagandim, lekin bildimki, davlatimiz tomonidan ishlab chiqarilgan bu platforma juda ajoyib bo'ldi deb ayta olaman. 6 haftalik o'quv jarayoni davomida qatnashchilarga nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etildi. Tinglovchilar ijtimoiy tarmoqlarda marketing yuritish, sifatli vizual va matnli kontent tayyorlash, reklama strategiyalarini ishlab chiqish hamda AI yordamida samarali raqamli yechimlar yaratish bo'yicha o'z mahoratlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Mazkur o'quv kursi yoshlar uchun mutlaqo bepul bo'lib, ayni vaqtda SMM AI savodxon o'quv kursining ikkinchi mavsumi ham faol davom etmoqda. Navbatdagi guruh uchun darslar onlayn video formatda tashkil etilgani bo'lib, har hafta offlayn amaliy master-klasslar o'tkazilmoqda.